ustoz murabbiysizlar qolganda zamon zulmatdan qora bo'lar ekan jahon. Qarang, bu Abdurahmon Joniyning so'zlari. Ya'ni qachonki ustoz murabbiylarsiz agar dunyoda agar ular bo'lmas ekan, jahon qora zulmatga bulg'anar ekan. Assalomu alaykum aziz do'stlarimiz, qadrdonlarimiz, uzoq yurtdagi bizni dugonalarimiz. Barchangizni mana bugun kirib kelgan o'qituvchilar kuni bilan, ya'ni ustozlar, murabbiylar kuni bilan chin qalbimizdan Amerikadan turib tabriklaymiz va biz ham bu yerda mana shu bugun o'zimizga eng yaqin ustozlarimiz bor. Hali ham o'zimizni farzandlarimizga dars berayotgan ustozlarimiz bor. Birga yig'ilishdik. Hozir mana shu yig'ilish boshlanadi va ulardan bir ikki og'iz tabrik so'zlarini ham eshitamiz birgalikda. Sizlarga yana bir bor barcha ustozlarga mana shu yerdan turib, barcha davlatlarda yashayotgan ayollarimiz, erkaklarimiz bor. Ya'ni ustoz murabbiylarimiz bor. Barchangizga sog'lik, salomatlik, barchangizni uylaringizga tinchlik, xotirjamlik tilab qolamiz va birgalikda mana shu hozir bo'ladigan anjumanga sizlarni taklif etaman. Qani ketdik birgalikda tomosha qilishga. Mana shu yerda ayollarimiz yig'ildi, bularning ichida bilasizlarmi? O'qituvchilarimiz bor. Ya'ni ingliz tilidan, o'zbek tili, ona tili adabiyotdan dars bergan o'qituvchilarimiz bor. Oliy toifali o'qituvchilarimiz ham bor. Hattoki Toshkent Politexnika iqtisodiyot universitetida finans bo'yicha, ya'ni moliya bo'yicha dars bergan o'qituvchilarimiz bor. Meditsina sohasida ishlagan o'qituvchilarimiz bor. Umuman olganda mana shu davramizda o'tirgan barcha ayollarimiz hayotda o'qituvchi. Ya'ni qandaydir o'qituvchi, ya'ni oilada o'qituvchi, ya'ni uyda bolalarga, nevaralarga nimalarni o'rgatamiz-ku. Shuning uchun barchamizni mana shu yerda o'tirgan, hattoki yosh qizlarimizni ham men muallim ustozlar deb ayta olaman, chunki ular ham yo'lda kimlargadir nimalarnidir shu yerda turib o'rgatishadi. Mana shu yerda hozir davramizda o'zimizni eng ona tili, ya'ni ona tili adabiyot fanidan dars bergan o'sha Samarqandda ancha bolalarga ilm o'rgatgan murabbiy ustoz Lolapamlar borlar. Lolapa, bugun mana shunaqa kun ekan, biz qizlar davrasi, ayollar deyman, qizlar davrasi bo'lib yig'ildik. Sizni qandaydir tabrik so'zlaringiz bo'lsa, mana shu yerdan hozir aytishingiz mumkin. Balkim sizni o'quvchilaringiz, mana shu Samarqanddagi yaqinlaringiz ko'rishi mumkin. Marhamat Lolapa. Assalomu alaykum. Mana mikrofon shu yerda yig'ilgan, gapimizga yig'ilgan ayollar. Mana ichimizda ko'pchiligimiz o'qituvchi, ya'ni ta'lim tarbiya berib kelgan pedagoglarimiz ham bor ekan. Shu qatori men ham pedagogman, 27 yil. Men maktabda, o'rta maktabda avval boshlang'ich sinfda, chunki men xotin-qizlar pedagogikasini ham tugatganman. Men Samarqanddagi Sadriddin Ayriy pedagogik institutini ham tugatganman, til adabiyot bo'limini. 22 yil dars berganman. Shu yerda dunyoda qancha insonlar bo'lsa, o'sha insonlarning hammasini ham avval qalam tutib, ruchka tutib, harflarni tanitgan, hammada ham o'qituvchisi bo'lgan. Avvalambor meni qalam tutib, ruchka tutib, menga dars bergan o'qituvchim o'tib ketganlar, ancha bo'lgan o'tganlarga. Undan keyin to 10-sinfni bitirganimgacha ham qancha dars bergan o'qituvchilarim bor edi, hammasi o'tdi. Shu yerda o'tirganlarimizni hammamizga ham dars bergan o'qituvchilarimizni ko'plari o'tib ketgan bo'lsa kerak. Shuning uchun men avvalambor o'tgan tarbiyachi, o'qituvchi, pedagoglarni joylarini jannatdan bo'lsin deymiz hammamiz. Yotgan joylarida to'la nur bo'lsin. Havzi kavsarlardan suvlarini serib turgan bo'lsin. Chunki o'qituvchilik, pedagoglik nimasi ishi juda ham qiyin ish. Bizlarda betimizdagi har bir chizig'imizni ichida, mana nimalarimizni ichida turibdi. O'sha bolalarimizga dars berganda har bir bolani bizlar qanday, masalan, o'sha bolani 30 ta bolaga dars bersam, 30 xil uyda tarbiya olib kelgan bolalar ular. O'shalarning tarbiyasi ham juda qiyin ham bo'lgan, oson tarbiyaliklari ham bo'lgan. O'shalarga sabr qilib, chidab dars berish oson emas, juda ham qiyin. Bu yerda o'qituvchi bo'lganlar biladi uni. Shuning uchun mana shu yerda o'tirgan hamma xotin-qizlarga men uylarida o'qituvchi bo'lgan bu kishilar, bolalariga dars bergan baribir hamda endi
mana qarindosh urug'larini bir xillari bir qanday desam tarbiyasiz qolgani bo'lsa, masalan meni ham qarindosh urug'larim ichida bor shunaqalari tarbiyaga muhtoj bo'lganlarga, o'shalarga ham biz tarbiya bergan bo'lishimiz kerak. Deymanki, endi iloyim mayli Xudojonim bizlarga shu pedagoglikda, o'qituvchilikda ravo ko'rgan ekan, sabr matonat bilan qildik o'sha o'qituvchilikda. Hammalaringizni oilalaringizga men tinchlik, totuvlik tilayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mayli, men o'qituvchilar kuniga mana Sanobar Rahmonovani ustozlar degan ashulasi bor-ku. O'shandan mashhur ashulalardan bittasi. Aytaman. Mayli. O'zim og'zaki ham bilaman, endi hayajonga tushib qolganimda adashib qolmaydi deb yozib olib kelganman. Bir ikki kupletdan aytgandan keyin agar iloji bo'lsa edi, o'sha Sanobar Rahmonovani ashulasi bo'lsa hamma qo'yamiz xudo xolasa. Bitta she'r aytgandan ko'ra, bitta o'sha ustozlarni she'rini aytsak juda yaxshi bo'lardi. Mayli, 4 qatorni aytaymi? 8 qatorni aytaman. Mehr nuri yog'ar doim ko'zingizdan ustozlar. Yursam deyman bu tabarruk izingizdan ustozlar. Chin insonlik kitobiga baxt va hikmat bitibsiz. Odob ila bilim oldim so'zingizdan ustozlar. Qalbimizda yo'q g'ubori, mehribonsiz shunchalar. Quyosh olmish haroratin yuzingizdan ustozlar. Rahmat, yashang Lola opa. Yashang, umringiz uzoq bo'lsin. Menimcha o'ylayman, shu videoda turib balkim shu Samarqanddagi hozir balkim sizni o'quvchilaringiz ko'rib kommentlarini albatta yozishadi degan umiddaman. Hozir balkim sizni o'quvchilaringiz ko'rib kommentlarini albatta yozishadi degan umiddaman. Mana bu yerda yana bizni ingliz tilidan o'qituvchimiz ham bor. Sharifaxon, siz ancha yillardan beri ingliz tilidan dars bergansiz Samarqandda. Tabrik so'zlaringizni aytib oling. O'tiring, bemalol o'tiring. Biz oddiy davradamiz. Madaniyat bo'yicha turishlar. Tabrik qilgan. Assalomu alaykum. Opa-singillar hammalaringizni ko'rishganimdan xursandman. Mana bugun 1-oktyabr o'qituvchilar kuni ekan. Hammalaringizni mana bu yerda o'tirgan opa-singillarimni o'qituvchilar kuni bilan, ustozlar, murabbiylar kuni bilan hammalarini tabriklayman. Doim sog' salomat bo'linglar. Sizlar tufayli bolalarimiz, hamma maktabda, universitetlarda dars bergan o'qituvchilar, sizlar tufayli ular katta ilmga ega bo'lib, katta ishlarni qilib yurgan odamlarimiz bor shu yerda. Mana hamma yoqda shu o'qituvchilar sababli ular shunaqa oliy mukofotlarga ega bo'lgan, sport sohasida ham, boshqa sohalarda ham, mana advokatlar ham shu o'qituvchilar tufayli bo'lgan. Mana shu yerda kelib advokatlik qilyapti, yana boshqa ishlarni qilib yuribdilar. Hammalari shu ustozlar tufayli. Hammalaringizga barcha o'qituvchilarni ana shu ustozlar kuni bilan tabriklayman. Sog' salomat bo'linglar, hamma bolalaringizni huzur halovatli ko'rib yuringlar. Siz ham sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Tashakkur. Bizlarning har doim davramiz turli millatli-da. Mana bugun sal kamchilik bo'lib qoldik, lekin davramizda mana shu lidapamiz borlar. Ular Lida deb bo'lagacha bir o'zbekcha ism qo'yish kerak menimcha. Chunki Navro'za deymizmi? Mavluda deb qo'yamizmi? Mayli. Chunki Layloxon deb qo'yamiz. Qaysi ismni qo'ysak ham hamisha biz bilan birga o'zbek tilida juda ham chiroyli, go'zal gapiradilar, hamma biladi. Islomni ham joyiga qo'yib, undan ham xabaringiz bo'lsa kerak. Lida opa, men o'zbekcha gapiraman, siz xohlasangiz ruscha o'zbekcha gapiring, sizga so'z beramiz. Mayli, ruscha gapiring. Assalomu alaykum, aziz mehmonlar. Xush kelibsizlar. Я очень рада вас видеть. Вы красавицы, девочки. Одна лучше другой. Сегодня такой праздник, День учителя. Поздравляю вас всех. Можно я немножечко это стихотворение небольшое прочитаю? С Днем Учителя вас поздравляю. Здоровья, сил, успехов пожелаю. Пусть будет жизнь, как сад цветущий, добрым, любовью и светом грядущий.
Спасибо огромное. Очень красивые стихи. Вы все равно тоже учитель, потому что вы воспитали такую дочь. Вы медик, но дома вы учительницы были. Ну Вы да, воспитали такую дочь, которую можете похвалиться со своей дочерью. Она сейчас работает на хорошем месте и делает очень добро многим людям. Здоровья вам. Tashakkur, tashakkur. Yana bir insonimiz bor, Halimaxon. Halimaxon o'zi medik, Samarqandda medik, lekin farzandlar, kelinlar, nevaralar mana yaqinda Samarqanddan qaytib keldilar. Halimaxonni turmush o'rtoqlari bilan tanishmiz. Men o'ylayman, turmush o'rtoqlari juda ham aqlli odam. Bunda menimcha Halimaxonni hissasi katta bo'lsa kerak. Halimaxon, siz ham murabbiysiz. Tabriklaysiz. Да, конечно. Assalomu alaykum aziz o'rtoqlar, mana shu yerga yig'ilgan hamma opa-singillar, mana bugun murabbiylar kuni, o'qituvchilar kuni ekan. Hammalaringni shu o'qituvchilar kuni uchun bilan tabriklayman. Ilohim sog' salomat yuringlar. Hamma vaqt yaxshi kunlaringizga mashg'ul o'taylik. Yana bir bor tabriklayman hammalaringni. Keling o'zingiz tilingizda birorta bir tabrik eting. Juda chiroyli gapirasiz. Ozgina she'r aytib beraman. Ayting. Ro'zi to muborak ey ustoz, با سلامت گیری همیشه شاد، خانه تو پر شود از بختیار، عمرتان باشد چو بهار نما. Yashang. Rahmat, katta sog' bo'ling. Mana shu yerda o'tirgan ayollarimiz ichida biz yaqinda bir joyga bordik, misol uchun Albaniyaga bordik, Nyu-Yorkning poytaxtiga bordik, elchixonaga bordik. Yaqinda O'zbekistonda ham katta tadbirlar o'tkazildi. Men bugun YouTube'ga bitta video qo'ydim, kim ko'rgan bo'lsa, shu Sanobarapam to'g'risida. Ya'ni ularni yozgan ikkinchi kitoblari to'g'risida. Mana shu bugun YouTube'da shu videoni qo'ydim va prosmotr deymiz bizda, ko'rish. Shunchalik ko'p odamlar qiziqqan, kommentlar yozishgan. Bu ayol haqida ozgina gapirib bering, kim bu, yoshlari nechida? Men bularni hozir aytaman, bir 6-7 yil oldin video qilganman. Unda birinchi tanishgan paytlarimiz edi. Sanobar opa, shu tanishuv esingizda bormi? Ziyo Art markazida ona tili adabiyot bo'yicha tadbir bo'layotdi. Shunda siz kelgansiz. Men telefonni ko'tarib yursam, aytibdilar, bu telefon ko'tarib yurgan ayol kim? Nima telefon ko'taradi debdilar. Shunda oldilariga borib o'zim tanishganman. Mana shunga ham hozir 6-7 yil bo'lib qoldi. Hozir qadrdondek bo'ldik. Men o'ylayman, mana shu yerda o'tirganlarni barchasiga men даже mubolag'a bo'lmasin, Bruklinga kelayotgan yangi oila deymizmi, yoshlar deymizmi? Chunki kelganda ko'pchilik insonlar muhtoj bo'ladi yordamga. Mana shu yordamga, ya'ni tez yordam, insonlarga tez yordam degan bir sarlavha qilib peshonalariga yozib qo'ysak ham bo'ladi. Tez yordam mana Sanobar opam. Sanobar opa, bugungi kunga sizni tabriklaymiz. Bilamiz, siz oliy ma'lumotli toifadagi biologsiz. Maktabda dars bergansiz, universitetda ishlagansiz, ilmiy ishlarni qilgansiz. Mana hattoki o'zingizga ikkita kitobingizni ham yozdingiz. Chop etildi O'zbekistonda, bu yerda ingliz tilida, mana shu Bore kollejda ingliz tilidagi kitoblaringiz ham bor. Sizni mana tabrigingizni eshitmasam, menimcha bugun davramiz boshqacha o'tsa kerak. Shuning uchun siz biror narsa aytib yuboring. Mana men o'qituvchi bo'lgan bo'lsam, demak meni tarbiyalagan psixolog, o'qituvchi, otam, masalan, biologlar, ular qanaqadir yo'l ko'rsatishganki, men o'sha yo'l bilan ketib, keyin eng asosiysi psixolog domlamizni pedagogda juda ham yaxshi dars o'tardilar. Men o'shaning uchun mana bunaqa yozib keldim. Demak, bugun sizdan she'r eshitamiz. She'rga o'xshaydi. Umr o'tar, vaqt o'tar, lekin hech qachon unutmasman. Otam Abdurahmon nasihati, bog'bon bo'lgan, bog' yaratgan, gullar ichra davron surgan. Domla psixolog Nuriddin hayot saboqlarini o'rgatgan. Qara, kurash, yasha,
yaxshilik qil, balki boqiy umring boricha. Men ham pedagog bo'ldim, xizmat qildim elimga. Yuzlab shogirdlarim bor. Kasbim, faxrim, azizlarim. Ana. Rahmat etamiz. Bizni barchamizni ota-onalarimiz bo'lganimdan mana shu Nyu-Yorkka kelganimga 30 yil bo'lgan bo'lsa, iloji boricha odamlarga yordam bergim keladi. Eng oxirgisini aytaymi? Bitta kvartiranim bor edi, rus ayol, Lida. Shunaqa xoliydi, o'ziga uy qilish xoliydi. Bir yildan beri qachon uy bo'larkan dedi. Mana uy qilyapti. Realstikda gaplashdim, buni gaplashdim. O'tgan kun ko'chib ketdi. Yan bo'lsa, men o'yimdan ko'chirasin desishim mumkin edi. Lekin bir odam baxtli bo'ldi-ku, uyli, joyli bo'ldi. Ana shunda mashaqaladan men xursand bo'ldim. men bejiz aytmagan ekanman, tez yordam deb. Sanobar opa, tez yordam deb qo'yish kerak ekan. Bizni hammamiz ota-onalarimiz bo'lgan. Kimnikidir ota-onasi haligacha bor. Kimnikidir ota-onalari o'tib ketgan. Alloh rahmat qilsin, barchalarini joylari jannatda bo'lsin. Bizni shu darajagacha kelishimiz, mana shu yerda o'tirishimiz, Amerikani baribir hammamiz go'zal diyor deymiz-ku, go'zalmi, go'zal emasmi, o'zi dunyoni o'zi go'zal. Bizni yaratib qo'ygan Allohga shukr deymiz, chunki bizani shunaqa bir jannatiy go'zal dunyoga yaratib qo'yibdi. U Amerika bo'lsin, Rossiya bo'lsin farqi yo'q. Bizga hayot berdi, yashaymiz. Bergan umrini yashaymiz. Lekin shu umrimizni shunaqa yashaylikki, bizdan qolgan farzandlarimiz, zurriyotlarimiz ota-onam menga shu o'rgatgan ekan, mana shu fanni bergan ekan. Men hayotda qoqilmadim degan darajada bo'lsin. Va barchamizni oxiratimiz, ya'ni kelish ham bor, ketish ham bor, oxiratlarimiz go'zal bo'lsin. Bayramimiz hali yana davom etadi. Hali menimcha gapiradiganlar ko'p, chunki yoshlarimiz ayoldan qarab turishdi gapiramiz deb. Hozir esa muzikaga navbat beramiz va raqsga taklif etamiz. Qani ketdik. Hozir mana shu yerdan turib, men bir hadisni aytib bermoqchiman. Mana shu hadisda keltirilishicha, mana shu ustozlarimizga, murabbiylarimizga shunaqa bir chiroyli duolar aytilar ekan. Yerdagi barcha mavjudotlar, osmondagi, yerdagi, hatto suv ostidagi qurt-qumursqalar ham Alloh, albatta bular hammasi Allohdan. Lekin hadisda aytilgan ekanki, yaxshilik ulashuvchi insonlarga tinmay barcha farishtalar, barcha jonzotlar duo qilib turishar ekan. Mana shu bizning ustozlarimiz, murabbiylarimiz. Meni o'zim ham yoshligimni eslasam, men Oqilxon Sharafida yerda o'qiganman. Birinchi ushlagan qalamim ham, harf tanlaganimni ham mana shu insondan o'rganganman. Mana shunaqa insonlarga duolar, hamisha duolarda bo'lib turar ekan, yer ostiga, yer ustidagi barcha jonzotlar. Biz ham bugun mana shu bizga ta'lim bergan, bizni o'qitgan, bizni yaxshi yo'lga chorlagan barcha ustozlarimizga, mana shu yerdagi o'tirgan ayollarimiz ham mana hozir aytishdi. Barchamizlarga ko'ksimizga qo'limizni qo'yib, barchalarga rahmat deb qo'yamiz ustozlarimizga, chunki bizni yashashimiz uchun, bizni hayotda go'zallik ko'rishimiz uchun mana shu ustozlarimiz sababchi bo'lgan. Kecha aytmoqchi emas edim, lekin O'zbekistondan kelgan bir ayol bloger bor ekan, ismini ham aytgim kelmayapti, lekin shu ayol aytdilarki, Amerikadagi ayollar ishlashar ekan, ichishar ekan, keyin ertasiga borib qari kampirlarga qarar ekan deb aytdilar. Unaqa emas. Men yana bir marta emas, million martalab shuni gapni ayta olaman. Bu yerdagi ayollar hammasi oilam, bola chaqam deb ishlashga kelgan va o'z vaqtida mana shu yerda oliy o'quv joylarida o'qiyotgan ayollarimiz ham bor. Va juda ham katta, mana shu yerda Amerikada turib katta yutuqlarga erishgan ayollarimiz ham bor. Mana shu yerda hozir bizning safimizda Shahnozaxon degan qizimiz bor. Shohida deymiz. Men nimagadir har doim Shahnoza deb chaqiraman, Shohidaxon. Shohida mana shu Amerikadagi hamma bilsin, North degan o'quv markazi bor. Bu o'quv markaziga kirish juda ham qiyin. O'qishni bitirish undan ham qiyin. Ishlash esa kasallar bilan, ya'ni yoshi katta ayollar bilan ishlash undan ham qiyin. Mana shu o'qishni bitirib, hozirgi kunda yoshi katta insonlar,
o'zimizni insonlar ham banditsiga tushib qoladi-ku, masalan, shularga juda ham katta yordam beryapti. Hozir mana shu qizimizga so'z beramiz. Bu yerda o'qish oson emas. Ingliz tilida o'qish kerak. Albatta ko'pchilik aytishi mumkin, ha, o'qibdi, bitiribdi deb. Lekin unday emas. Bu o'qish juda ham nufuzli o'qish. Shohidaxon. Hozir mana shu ayamiz yuqoriga o'tsinlar. Shohidaxon, mana shu yerdan turib hozir mana biz ko'pgina insonlar gapirib o'z tilaklarini bilishyapti. Siz mana shu yerdan turib, mana shu yerga kelayotgan yoshlarimiz bor, o'qituvchilar bor. Nima degan bo'lardingiz va tabrikingiz bo'lsa, marhamat ayting, biz eshitamiz. Avvalambor hammalaringizni o'qituvchilar kuni bilan tabriklayman. Rahmat. Gapiring. Yoshlarga nima deyman? Yoshlar hech qachon to'xtamasdan o'qishdan o'qisin. O'zi chunki bu Amerikada juda katta yutuqlarga erishish mumkin. Nima deydi? Men kelgan paytimda umuman ingliz tili yo'q, hech narsa yo'q. Kelganman, nol. Shu mana ingliz tilini olib, hozirgi darajam medsestralik shu Amerika gospitalida ishlab turibman. Shu uchun yoshlarga nima deydi, give up deydi, nima deydi, o'zini nima qilmasin. Don't give up and just do it. Nima deydi, Amerikada turib gospitalda gospitalda ishlash oson emas. Bu meditsina deganda shu tilni bilish kerak. Umuman shu tilni meditsina tilida, ingliz tilida bilib, ya'ni Amerika ingliz ayollar bilan yoki bir vrachlar bilan ishlash kerak. Qiyin bo'ldi. Avvalambor endi perivodlarda o'tirildi, kitoblar, qalin kitoblarni o'qildi. Oilani nima qilib, nima deydi, men bu endi o'tirishlarga chiqdim. Ya'ni siz o'zingiz ustoz bo'lgansiz. O'zingiz o'qib, o'zingizga ustozlik qilgansiz. O'zim ustoz bo'ldim. Keling shu ingliz tilida menimcha bir to'rtlik eshitamiz ustozlar uchun. Teachers guided us every day, show us wisdom and light the way. With their patient heart so true, we succeed because of you. Barcha. Bu bilan aytmoqchiman, ingliz tilida bo'ladimi, hind tilida bo'ladimi, arab tilida bo'ladimi, xitoy tilida bo'ladimi, farqi yo'q. Ustoz, murabbiy hamma yerda ustoz. Hozir davramiz menimcha juda ham go'zal o'tyapti, to'g'rimi? Lekin men hozir shu yerdan turib bir narsani aytishim kerak. Yaqinda O'zbekistondan prezidentimiz Shavkat Miromonovich shu yerga keldilar. Bu yerda forum boshlandi. Mana shu forumda aytdilarki, O'zbekistondagi yoshlar va Amerikadagi yoshlar qanday sohada bo'lishidan qat'iy nazar birgalikda ishlash, ya'ni birgalikda tadqiqot o'tkazish, bir-biriga bilimlarini o'rgatsin degan ma'noda mana shu yerga kelib ko'pgina yoshlarimiz bilan uchrashdilar, ularga yo'l yo'riq ko'rsatib ketdilar. Mana shu forumga borganimizda men to'g'risini aytsam, yoshlarni ko'rib o'zim xursand bo'lib ketdim. O'ylamaganman shu Amerikada shunaqa yoshlarni ko'raman deb. Lekin bizning davramizda ham bugun mana shunaqa yoshlardan yana bir qizimiz bor. Bu aytib o'tishim kerak, onalarini, Sanobar opamni qizlari. Ya'ni ko'pincha Sanobar opamning bitta maqollari bor. Olmani tegiga olma, nok tegiga nok tushadi deydilar. Shuning uchun hozir mana shu yerda Madina degan qizimiz o'tiribdilar. Bular Mount Sinai degan universitet. Bu ya'ni tog'ning uchi, eng markazi degan, cho'qqisi degan ma'noni bildirar ekan. Inglizchada, o'zbekchada tarjimasi, ya'ni juda ham yuqori oliy o'quv markazi. U yerga kirish nihoyatda qiyin, lekin mana shu o'quv markazida kasalxona ham bor ekan. U yerda ilmiy tadqiqotlar o'tkazilar ekan. Mana shu yerda shu Madina qizimiz o'qishlarini a'lo darajada bitirib, hozir mana shu yerda ishlayaptilar. Bu nimani ko'rsatadi? Bu Amerikadagi yoshlarimiz, ayollarimiz bekorchi emas. Bekorga nima desam ekan, hali aytishadi-ku, bir erkakka chiqib ketib, elak bo'lib ketdi degan. Unaqa ayollarimiz yo'q.
hammasi ilm, bilim olish bilan band. Madinaxon, mana shu yerda shuncha mana yosh katta ayollarimiz bor, ustozlar, murabbiylar o'tiribdi. Onangiz sizni birinchi ustozingiz, birinchi sizni tarbiyalagan, mana shu yo'lga qo'ygan onangiz bo'ladi. Albatta menimcha ichingizda gap bo'lish kerak mana shu o'tirgan ayollarga va onangizga ham. Marhamat. Birinchidan sal anaqa clarification qilmoqchi edim. Zarari yo'q. Sinay o'zimizni misol payg'ambarimizni Alloh bilan gaplashgan joy hisoblanadi. Mount Sinai shuning uchun gospitalni nomi. Ana. Bugun o'qituvchilar kuni ekan. Shuning uchun hammanglarni kim o'qituvchi bo'lsa, hammaligini onalarni birinchi o'rinda ular ham bizga o'qituvchi tabriklayman. Umringiz uzoq bo'lsin. Har doim baxtimizga sog' bo'linglar. Yana ko'p yana har doim bizga ilm o'rgatib, bizani shunaqa darajalarga yetkazib yuringlar. Birinchi o'rinda onamlarga kattakon rahmat. Shunchalik Amerikaga olib kelib, shunchalik o'qitib berganlari hammasi onamni harakatlari. Hamma o'qituvchilar biz uchun juda ham ingliz tili juda ham aziz. Aziz. Hammaligi bizga bilim berishgan, o'shaning uchun biz shunaqa joylardamiz, shunaqa pozitsiyalardamiz. Hamma butun o'qituvchilarga, institut o'qituvchilariga, hammaligiga kattakon rahmat. Shu bizani men o'zim masalan administrator bo'lib ishlayman gospitalda. Juda ham aqlli kandidat nauk doktorlar bilan, xirurglar bilan ishlayman. Hamma o'sha research qilishadi. Yangi medikamentlar o'ylab topishadi. Juda ham Ya'ni ilmiy tadqiqot o'tkaziladi u yerda. Qilishadi. Masalan, gepatitlar bo'yicha bizani liver transplantlar bo'yicha bizani gospitalimizda eng New York bo'yicha eng birinchi o'rinda turadi. Shuning uchun juda ham faxrlanaman qayerda ishlashimdan, kim bo'lib ishlashimdan. Butun ishlaydigan kollektivim hamma akademiklar bilan juda ham xursandman. Hammasi uchun olamlarga kattakon rahmat. Biz ham faxrlanamiz. Mana shunaqa yoshlarimiz borligidan biz ham faxrlanamiz albatta. Hammalarni tabriklayman. Kunlaringiz bilan. Chunki dunyoda eng ko'p qadrlaydigan inson kim desa ustoz deyilar ekan. Chunki birinchi qadam hayotga mana tug'iladi-ku, inson tug'ilgandan keyin mana shu insonni hattoki ona sutini emishi yoki hayotda birinchi qadamlari umuman yashashiga ona sababchi deymiz. Shuning uchun ustoz ona. Onalarimiz sog' bo'lsin. Lekin bir narsani aytish kerak. Mana shu ustozlarni qadrlaydigan kim desa inson deyilar ekan. Chunki ustozlik faqat insonlar qadrlaydi. Shuni bilganlar. Bayramimiz hozir yana raqsga taklif qilamiz hammalarni. Albatta, hammalarni yana bir bor bayram bilan tabriklab qolamiz. Qizlarjon, hurmatli ustozlar va murabbiylar. Bayram juda ham yaxshi. Bayramni hammamiz yaxshi ko'ramiz, lekin bayram qachon bayram deb bo'ladi? Biz ayollar nimani yaxshi ko'radi? Sovg'ani yaxshi ko'radi. To'g'rimi? Qanaqa bo'lsa ham kichkina sovg'a bo'lsa hammamizga yoqadi-da. Shuning uchun hozir mana shu yerda bizani eng aktiv qizlarimizdan Zulxumor borlar. Zulxumorni endi men hayotlarini aytmayman, ko'pchilik biladi. Qay tarzda mehnat qiladilar, qanaqa qizlarni tarbiyalaganlar, qanaqa chiroyli Qur'onlarni o'qiylar, xatmi Qur'onlar tushiradilar. Shuning uchun bugun mana Zulxumorjon, sizga so'z beramiz. Mana shu yerda o'tirgan ayollarni o'zingizga tabrigingiz bor ekan, qanaqadir bir narsalar tayyorlangan ekan, marhamat. Assalomu alaykum hammalaringga, ustozlar, xushkepsizlar, hammalaringni yaxshi ko'raman, tabriklayman. Umrlaring uzoq bo'lsin, tanajonlaring sog' bo'lsin. Hamisha mana shunaqangi davralarda chiroyli bo'lib o'tirishlikni Allohim hamisha qayta bizga nasib qilsin. Ozgina bo'lsa ham sizlarga sovg'amiz bor, qabul qilasizlar. Ko'p o'rnida ko'rasizlar. Nimaga uy? Sanovar ham uy yaxshi ko'radilar. Qachon qarasa uy, dacha.
Shuning uchun yana ham uylar ko'paysin degan maqsadda berildi. Mana o'shaning uchun mana sizga uy, yana bitta uy. Hoji opa, sizga Lola hoji. Yana hajlarga borish nasib qilgan bo'lsin. Amin, amin. Gulchehra hoji opa, mana sizga oz bo'lsa ham ko'p o'rnida ko'rasiz Halima hoji. Bu sovg'alarning hammasini ma'nosi bor. Albatta. Ma'noli sovg'alar. Bu Madina Xonga ism jismga mos Madina. Mana shu sizga hozir berganim yashil. Ularniki oq. Bu o'sha nimani Ka'bani ustiga yopilgan bor-ku, shunikida o'rnatilgan atir emas, nimadir dedim. Yog'ilmish kambar, lekin o'sha Ka'bani ustiga yopilganniki hidi. Qolgani qizlarimizga o'rnida ko'rasizlar. idish tovondan yuganlaridan keyin qo'llarini yumshoq qilish uchun hammalarga. Opajonim sizga ham. Sanobar uyda bir kalit bor ekan. Siz uyingizda kalit bor ekan. Asal qiz, mana morsimiz, mana Dila qiz. Xushkepsiz. Mana bu Pullarimiz Dila qizga. qurimasin deb. Yana kimga? O'zingiz qoldingiz. Kelinga. Berdingizmi? Yo, Nargiza xoling. Hammalaringga rahmat. Tanajoningiz sog' bo'lsin, Mojid opajon. Hoji opajon, Hoji opamga ham berdim. Hammasi yetadi. Hammalaringiz uchun xush kelibsizlar. Yana shunaqa davralarda ko'p bo'lib, shunaqa chiroyli rahmat Hoji opa. Alloh rozi bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Tanajoningiz sog' bo'lsin. Duo qiling Hoji opa. Eng kattamiz sizda, endi. O'shada hamma Ilohim, ya Allohim, o'zing shohidsan. Shu yerda o'tirgan jamiki mo'minlar hammasi oybaxtli oldida shunaqa chiroyli sovg'alar ularga olib kelib bergan, hammamizni xursand qilgan nazarkaning egalariga ham ming marta rahmat. Vaqt esa mana shu narsalarni o'ylamadik-ku, yurdik. Shularni o'ylaganlar uchun ming rahmat, hurmat qilganlar uchun ming rahmat. Hammamiz sog' salomat bebadavlat bo'lib dunyo faqat yaxshilik tilaydi. Rabbana otina fid dunya hasanah va fil oxirati rahmat qil. Ey Allohim, o'zing qabul qil. Amin. Jon, hurmatli murabbiylar va o'qituvchilar, mana bugun nima deymiz, anaqa hammamiz ko'nglimiz toza-da, pok-da. Mashqqa kelganda chiroyli bir bayram qilamiz deb kelganmiz, lekin bizni mana shu o'tirgan zalimizga, qo'shni zalda bizni eng sevimli artistimiz mana shu yerda hozir Bruklinda, umuman Nyu-Yorkda desak ham bo'ladi, boshqa shtatlarda desak ham bo'ladi. Abdurashid degan yigitimiz borlar, ko'pchilik bilsa kerak. Hozir men balkim iltimos qilamiz. Ular o'zlari aytdilar, sizlarni mana shu bugungi bayram bilan tabriklamoqchilar. Mana shu yerdagi ayalarimizni menimcha qarsak chalamizmi bilmadim, kutib olamiz. Aziz Jo'rayev, eslab qolinglar. Yaqinda to'y qiladiganlar bor. Kuyov to'yi, mana to'y qiladigan, kelin oladigan Abdulaziz Jo'rayev. Assalomu alaykum. Ko'rganimdan xursandman hammalarni. Endi hozir opamiz aytib qoldilar, ustozlar hammariga bular tabriklab qo'ying debdilar. O'zbekistonda ustozlik qilgansizlar, to'g'rimi? Endi shu sohada ishlagansizlar, bilim berib. Mana ham shunaqa. Sog' bo'linglar ilohim, bugun bayram bilan tabriklayman hammalarni ilohim. Shunaqangi yaxshi kunlarda, bayramlarda ko'pinglar ko'rishib, to'ylarda ko'rishib yuraveraylik ilohim. Kishilarga rivoj, farzandlarning baxtiga, oilaning baxtiga sog' bo'linglar har doim. Salomat bo'lib yuringlar. Rahmat. Abdulaziz Jo'rayevni bilasizlarmi? Shunaqa chiroyli do'stlari bor. Rahmatli ustoz san'atkorimiz Sherali Jo'rayev hamma biladi. Mana shularni qo'shiqlarini maromiga yetkazib aytadilar. Bilasizlarmi, do'stlari juda o'xshaydi. Abdulazizjon, agar mumkin bo'lsa 2 qator misra xiroyaga qilib bersangiz shu ayollarim uchun. Xo'p, mayli, o'sha ayollar o'tirganinglarga sizlarga shu ustozimizni ayollar haqida aytgan eng zo'r qo'shiqlari bor, qaytarilmas va bu qo'shiqda o'rnini bosadigan ayol haqida
boshqa qo'shig'i yo'q. Oshiqlaring poyingga gul otib ham bo'ldi. Hilvatlarda labingdan bol totib ham bo'ldi. Va bu haqda kimlargadir sotib ham bo'ldi. Sen baribir muqaddasan, muqaddas ayol, ayol, ayol. Sen baribir muqaddasan, muqaddas ona. Rahmat, sog' bo'ling, rahmat, rahmat. Bayraminglar bilan yana bir bor tabriklayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik ilohim. Rahmat. Hozir yig'ilishimiz ham tamom bo'ldi. Qizlarimiz hali o'tirishibdi, tarqagani yo'q, lekin bugungi kun uchun mana shu bugungi bizga berilgan go'zal hayot uchun yana biron marta rahmat deb qolamiz va albatta sizlar bilan yana ko'rishamiz degan umiddamiz. Bayram yana hammaga muborak bo'lsin. Xayr, salomat bo'ling.